Men sizga bugun ong uyg'onish yo'lida bizni ong o'lchamlarimiz haqida sizga shunaqa rasm orqali tushuntirmoqchiman. Ya'niki juda ham ko'p informatsiya bor, lekin bizda buni sal sizga to'liqroq tushuntirib berish uchun shu formatdan foydalanmoqchiman. Demak, birinchi navbatda bizda bilasiz 3 ta, 4 ta, 5 ta va undan ham yuqori ong darajalari mavjud va bizni ong darajalarimiz nima beradi? Ya'ni bizni har bir insonni uni qanaqa ko'radi vaziyatlarni va o'zini qanaqa namoyon qiladi. Masalan, 3 ta ongida biz faqatgina bir tomonlama ko'ramiz. Vaziyatni, holatni, reallikni faqatgina bir tomonlama. Ya'ni bunda bizda bo'lish ongi mavjud. Oq va qoraga, yaxshi yomonga, aybdor emaslikka, kim haq, kim nohaq degan ong bizda juda ham yuqori bo'ladi. Va biz vaziyatlarni faqatgina bir tomonlama ko'ramiz. Bunda ego ongi, ya'ni kibr ongi bizda mavjud. Vaqt his qilinmaydi, biz nimanidir kutib yashaymiz va bu 3 ta ongi bizni ancha yil davomida Yer planetasi yashadi va hozirgi kunda biz sekin-astalikda 5 ta ongidan ham yuqoriga o'tyapmiz. Shuning uchun undan keyin 3 ta ongini biz tark etganimizdan so'ng maksimal ravishda 4 ta ongi kirib keladi va 4 ta ongida biz vaziyatlarni faqatgina bir tomonlamamiz. Bizda o'sha vaziyatni nima yaratganini, uni keltirib chiqarish sabablarini, ajdod savollari, nima yoshlikdagi bizning xotiralarimiz bu nimaga olib kelganini 4 ta ongida biz ko'rish boshlaymiz. Va bunda biz 4 ta ongida bizning o'y-fikrlarimiz, orzularimiz, xayollarimiz amalga oshishi uchun bizda vaqt talab qilinadi. Vaqt qo'shiladi 4 ta ongida. Hamda 4 ta ongida hali bizda ego ongi, ya'ni kibr ongi hali bor hisoblanadi. Hamda 4 ta ongiga o'tishimiz uchun ham biz maksimalni yuragimizni ochishimiz kerak bo'ladi. Yurakni ochish uchun biz kuchli og'riqlarimizni tark etishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni inson har birimiz transformatsiya holatidan o'tishimiz kerak bo'ladi. Va 4 ta ongidan o'tganimizdan so'nggina bizga 5 ta ongi beriladi. 5 ta ongiga o'tish oson emas, chunki unda 4 ta ongida hali vaqt bor bo'lsa, bunda o'sha vaqt yo'q, masofa yo'q, ya'ni dodekaydir. Bizda 12 qirrali bir moment holatida sizning ichki holatingiz orqali o'zingizni maydoningizni yaratib olasiz. Ya'niki sizda agar barbod qilish ongi mavjud bo'lsa, siz moment holatida barbod qilish ongi ishga tushib ketadi. Shuning uchun ham 5 ta ongiga o'tishdan avval biz eng avvalo yuragimizni maksimalni ochishimiz va hech qanaqa aybdor yo'q, faqatgina bir butunlik bor. Hamma narsa men orqali yaraldi, meni ichki holatdan, meni dasturlarim bu narsani yaratayotganini 100% anglagan hamda shartsiz sevgi ongiga kelgan insonlargina 5 ta ongiga o'ta oladi. Chunki bunda 5 ta ongiga o'zidan o'zi do'st deb ochilmaydi. Chunki aytib o'tganimdek, sizdagi har bir moment holatidagi fikringiz, o'y hayolingiz, orzularingiz moment holatida yaraladi. Unda hozir va shu on mavjud. Здесь и сейчас, ya'ni shu ong mavjud. Shuning uchun ham 5 ta ongiga o'tish, hozirgi kunda har birimiz bu ongga o'tish arafasidamiz va 5 ta ongiga o'tish uchun biz maksimalni hozirgi kunda o'z og'riqlarimizni tark etyapmiz va 5 ta ongiga o'tish uchun biz eng asosiy narsa yurakni ochish. Yana bir marta aytib o'taman, shartsiz sevgi ongiga kelib, butunlik ongini, ya'ni hamma narsa men orqali yaraladi, hamma narsa meni proyeksiyalarim, ya'ni mani o'y hayollarim, dasturlarim degan ong maksimalni yaratilingan va shartsiz sevgi ongiga kelgan ong dasturida biz 5 ta ongi orqali harakatlanishni boshlaymiz. 5 ta ongiga kelish oson emas, lekin kelganingizdan so'ng sizni hayotingiz maksimalni yengillik ongiga o'tib ketadi. Sizda faqatgina imkoniyatlar va sevgi ongi kuchayib ketaveradi. Ya'ni o'zingizga nisbatan va butun borliqqa, koinotga, yaratuvchiga bo'lgan sevgi yana ham yuqorilashib ketaveradi. Demakki, sizga shu haqda informatsiya berish xohladim. Ya'ni bu ong uyg'onish yo'lidagi xos bizni yashab o'tayotgan ong o'lchamlarimiz. Bu Yer sayyorasida birinchi marta bo'lyapti va buni his qilib ko'rasiz. Ya'ni sizda informatsiyalar bo'lsa, shunga o'xshagan holatlarda savollaringiz bo'lsa albatta yozib qoldiring. Biz yana sizga shu haqda shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar bilan bo'lishga men harakat qilaman.